Xo'sh do'stlar, bundan oldin mana naycha orqali olsa bo'lamiz. Buning uchun maxsus temirchi ishlatiladi. Temirchi naycha ichiga solinadi. Qog'oz ichida xuddi shunday yasaladi. Ko'rib turganingizdek, olov pastdan napor bilan chiqqanida tepaga ko'tarilish hosil bo'ladi. Fizikani bilganlar biladi buni. Xo'sh, mayli. Buning uchun biz 10 ta varaq qog'ozni xuddi shu o'lcham bo'yicha kesib olamiz. Ehtiyot bo'ling kesish jarayonida qo'lingizni kesib olmang. Kesib bo'lgandan so'ng qaychini bir chetga olib qo'yamiz. Qog'ozni xuddi boyaga mana shunday birlashtirilgan holatda ruchkali tayog'imizni atrofida aylantirib olamiz. Aylantirayotganda ehtiyot bo'ling. Bo'lmasa chet tomonlar chiqib qoladi. Astalik bilan o'rab olasiz. O'rab bo'lgandan so'ng uni tekislab asta aylantirasiz. Aylantirishga ichki tomoni bo'shashi kerak, tashqi tomoni ichki tomoni. Shunisi tashqi tomoni ichki tomoni. Buning uchun qo'lingizdan ushlab, u tomonga qarab aylantirasiz. Xuddi ko'rsatilgandek shu tomonga, orqaga emas, balki oldin tomonga qarab aylantirasiz. Shunda qo'l kaftingiz bilan ushlab aylantirasiz. Mana qog'oz bu tomonga qarab, bu tomonda bo'ladi, bu tomonga qarab aylantirasiz. Ichki tomon bo'shaladi shunda. Tashqi tomon emas, balki ichki tomon. Keyin kilaylaysiz. Kilaylagandan so'ng ko'rsatilganday yopishtirasiz. Yopishtirganda ham xuddi boyagi ishni qaytarasiz. 1, 2, 3 hokazo martalab. Kilaylashga e'tibor bering. Bu chiqma orqa tomondagi qora narsa chiqib tushishiga imkon beradi, ya'ni bo'shroq bo'ladi, ochiqroq bo'ladi boyagi usulda aylantirganingizda. Ko'rib turganingizda oson kirib, oson chiqadi. Yana qaytarib joyiga kirasiz. Ko'rib turganingizdek shu tomondan ichkariga solinadi. Yaxshilab qotgandan keyin kilay. Mana ko'rib turganingizdek ideal holatda turibdi. Keyin buni o'lchab olasiz. Ya'ni tegish o'rilgan zamonga qarab turib, mana ko'rib turganingizdek, boyagi qora narsa turganidan oq ruchkani tomonga nisbatan o'lchaysiz. Keyin tepaga qarab ruchkani biroz tortasiz o'lchash uchun. Keyin o'sha tomonga qo'lingizni siljitasiz. Keyin ma'lum joy ochiq qoladi. Xuddi o'shancha joyni keyin qo'lingiz bilan ushlab olasiz. O'sha ko'rsatilganday qo'l bilan yaxshilab ushlang, qo'lni ushlashga e'tibor bering. Bo'lmasa ushlamasangiz ochiq qolib, qog'oz qiyshayib ketib qolishi mumkin. Jilkayibda o'ralishiga e'tibor bering. Shuni shu holatda o'raysiz o'ziz. Noto'g'ri qo'ymang, bo'lmasa ushlamay qolishi mumkin. O'ralayotganda asta orqaga oldinga qarab buraladi. Bu jarayonda qog'oz bir-biriga kichrayib boradi o'rta tomoni. Shunda tuynukcha hosil bo'lishni boshlaydi. O'rab bo'lgandan so'ng ipni yechib olib tashlaysiz. Ko'rib turganingizdek, mana shu narsasi qanday yasashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, videoga like bosib obuna bo'lib qo'ying, keyingi videolarda ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, juda ajoyib ideal shaklda chiqqan. Xuddi pastki bosimdan pastki bosim tomondan chiqadi. Deyarli bir-biridan farqi yo'q. Ikkisi ham xuddi shu usulda yasalgan. Mana shu endi qog'oz o'rab qo'yasiz. Aynan bu yoq joyga biz umumiy qog'oz hozir o'raymiz. Ya'ni qoplama ustidan. Shuni bilib qo'ying. Mana bu yerga matematika qoplamasining ustki qismi. Uni o'lchab turib, kesib olamiz. Kesib bo'lgandan so'ng bu narsani qaytadan joyiga qo'yamiz. O'sha tomondan kiritadi, bu tomondan emas, balki bu tomondan. Chunki bu tomon kichkina, bu yak temirning hajmiga to'g'ri keladi.
O'rnatib bo'lganingizdan keyin matematikani oq tomon, tashqi tomoni, ko'k tomon ichida bo'lishi kerak. Urayotganda pastki tizimga to'g'ri kelishi kerak. Biri bosh tomon kililab o'rnatasiz, keyin tekislab bo'lgandan keyin umumiy o'rab chiqasiz. O'rab chiqish tomoni yarmidan kesib tashlash juda qalin bo'lishi shart emas. Bu ortiqcha harakatga kelib bo'ladi. Xuddi shu tarzda kaftingizni aylantirasiz. Yana shu joyga kiliylaymiz. Bo'sh kililagandan so'ng e'tibor bering. Holatiga e'tibor bering. Yarim tomon chiqib turibdi. Temirchan ko'ryapsizmi? Xuddi ikkalasi bir xil, ko'ryapsizmi? Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang.